Xalqimizda mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lur chiroylik degan ajoyib bir naql yuradi. Bugun biz Tojikiston Respublikasidamiz. Ne'matjon aka degan bir yaqin bir o'rtog'imiz bor, qadrdonimiz bor. Eng asosiysi bu inson mehnat qilib, bolalarni ham mehnatga o'rgatgan ajoyib inson. Bizlarga mana shu tok ishlarni, bog' ishlarini o'rgatib beradilar va bir necha yillar muqaddam mana shu dargohga kelganimizda, shu qishloqqa kelganimizda Ne'matjon aka, men uzumzor qilyapman. Yaqin kelajakda juda nihoyatda chiroyli mana shu yerda uzumzor paydo bo'ladi deganda unchalik ishonmagandik. Mana bugun bir necha yillar bo'ldi endi aslida bunaqa meva-chevalardan daromad qilib boshlaganlariga bugun ayniqsa bu yil mana Ne'matjon akani uzumlari nihoyatda chiroyli bo'libdi. Bu yerda juda ko'pchilik o'zbeklar istiqomat qilishadi va ularning hammalari ham asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadilar. Albatta mana shunday chiroyli bog'larni ko'rganda, chiroyli bir uzumzorlarni ko'rganda odamning havasi keladi va eng asosiysi Ne'matjon aka farzandlarini, nevaralarini ham mehnatga o'rgatganlar. Mana shu qilinayotgan har bitta ishda Ne'matjon akani o'zlarini mana shu tafakkurlari, o'zlari uzoq yillar davomida to'plagan boy tajribalari asosida bugun mana shunaqa chiroyli bog' tashkil qilganlar. Albatta bugun mana shu uzumlarni bir qismini olib sotgani bozorga olib ketgan ekanlar. Mana atrofda mana nevaralari, u kishi turmush o'rtoqlari bugun mana shunday katta bir hosilni xirmonini ko'tarayotgan vaqtda albatta ko'rib havas qilyaptilar. Har bir insonni aslida mana shunaqa mehnat ulug'lashini, mehnat qilsa albatta o'sha inson mana shu mehnatni oldidan yaxshigina daromad olishi haqida gapirmoqchi edik va bugun mana shu olib borilayotgan ishlarda Tojikistonda islohotlarning amalga oshirilishida albatta mana shunaqa o'zbek dehqonlarining xizmatlari katta. Biz Ne'mat hoji haqida ko'p gapirganmiz, O'zbekiston televiziyasi orqali namoyish etilgan va bizning Ne'matjon aka ham xuddi ana shu insonlarning shogirdlari bo'ladi, jiyanlari bo'ladi va eng asosiysi bu yerda katta mehnat, katta mashaqqat va mana shu bugun o'sha mashaqqatli mehnatning rohatini ko'rayotgan bir oilani sizlarga ozginagina ta'rifini berdik xolos. Albatta bizni kuzatib boring, bog' ishlari, paxta ishlari umuman olganda dehqonlarning olib borayotgan zahmatli mehnatlari haqida sizlarga hikoya qilib boramiz. Mana bu yerda ham yaxshiligi bor ekan mana. Bizga ham bu haligidan olib borib ekkan, ikkita, uchta haligini olib borib ekkanda yaxshi hosil beryapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat. Keling. Sizlarga unum bersin, baraka bersin. Topgan tushganlaringiz yaxshi kunlarga ketsin. Har bandan topgan. Sizning xizmatingiz katta berdi, to'g'rimi? Albatta biz billalashib ekalamiz qilganmizda chetda bola. Ko'proq men o'zim shug'ullanaman. Asosan necha gektar yerlaringiz bor? Asosan 2 gektar yerimiz bor. 2 gektar. Arda ham bor, naryoqda. Narigi tomonda ham bor. Keyin o'tgan yili yanglishmasam juda katta shu uzumni, meva-chevani saqlaydigan xolodilnik ham qilgan. Xolodilniklar. Kirib ichimaydi lekin. Endi salom aytib qo'ying. O'zbekistondan mana shu blogerlar, jurnalistlar kelgan ekan. Ular bog'imizni oldi. Juda xursand bo'lib ketishdi bu yil ham deb qo'yasiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hamisha mana shunaqa yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Ilohim, sizlarga ham rahmat. Kam bo'lmanglar. Rahmat.